Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana O'zbekistonda professor Xidirnazar Alloqulov yetakchiligidagi faollarimiz xalq harakati bilan, xalq tashabbusi bilan 3-marotaba Xalq partiyasini, Xaloskor Xalq partiyasini tuzishga kirishganlar. Biz xalq vakillari, siyosiy faollar o'zlarimizni bu siyosiy partiyalar to'g'risidagi xalqimizga beradigan tushunchalarimiz, fikrlarimiz bor. Shularni doim bundan keyingi suhbatlarimizda yoritib boramiz. Bu haqida suhbatlashamiz degan edik. Mana ijtimoiy tarmoqda o'zingiz ko'rdingiz, Xidirnazar Alloqulov o'sha nimani partiyani blankasini, birinchi blankasini qo'yganlar. Bu blankasida o'sha ilovada bu yerda ism familiyasini yozib, o'zini o'sha yashash joylarini, ism familiyasini, yashash joylarini, imzosini qo'ygan holatda birinchi o'rinda partiyani tashkiliy qo'mitasini tuzilish uchun haqiqiy bir o'sha vatanparvar, vatanimiz ichida yurgan fidoyilardan, xalq harakatini tashabbuskorlaridan qaysi bir kasbi bo'lishidan qat'iy nazar shu birlashishga, xalq harakatini shu tashkiliy qo'mitani tuzishga imzo beruvchilar saralab olinadi. O'zbekiston siyosiy partiyalar tuzish bo'yicha qonunchiligida o'sha tashkiliy qo'mita eng kamida 50 nafar siyosiy faollardan tashkil bo'lishi kerak degan talab bor. Bu birinchi talab. Bu birinchi talabni bajargandan keyin 50 nafar o'sha tashkiliy qo'mita eng kami 50 nafar, 60 ta bo'lishi mumkin, 70 ta bo'lishi mumkin. Eng kami 50 nafar degan o'sha tashkiliy qo'mitani vakillari, a'zolari har xil o'sha lavozimlar taqsimlanadi. O'sha ishlar bo'yicha reja bo'yicha ishlar olib boriladi. Birinchi o'rinda tashkiliy qo'mita tuzilgandan keyin 7 kun mobaynida buni hammasini o'sha professor Xidirnazar Alloqulov o'zlari chiqishlarda aytdilar. Men o'zim e'lon qilaman dedilar. E'lon qilgan kundan keyin o'sha nima deydi? Start beriladi bu ishlarga. O'shandan keyin boshlanadi. Ungacha faqat o'sha saralash, o'sha blanka berilgan bo'lsa, shu blankani olgan bo'lsangiz, shunga o'zingiz shu narsaga loyiq deb o'zingizni harakatingizni, shijoatingizni men xalq harakatini o'sha tashabbuskorlardan, tashkiliy qo'mitaning a'zolaridan bo'laman. O'sha 50 nafar ichida men ham bo'lishim kerak degan tashabbus sizda bo'lsa, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar O'zbekiston o'sha vatandoshligingiz bo'lsa bo'ldi. Siz o'sha qog'ozni, ilovani to'lg'izib o'sha ko'rsatilgan manzilga tashlab berishingiz mumkin. Bular albatta 7 kun mobaynida Adliya vazirligiga bu ro'yxat beriladi. O'sha 50 nafar, eng kam 50 nafar tashkillantirilgan tashkiliy qo'mitani a'zolari bu yerda yetakchiligida professor Xidirnazar Alloqulov o'zi yetakchiligida bo'ladi, lider. Undan keyin shu atrofida professor Xidirnazar Alloqulovning atrofida o'sha yig'iladi tashkiliy qo'mita. 7 kun mobaynida Adliya vazirligiga bu narsa beriladi, ilova qilinadi, xabarnoma beriladi. Ana undan keyin 7 kundan keyin biz bir oy mobaynida tashkiliy qo'mita tuzilib bir nima bo'lgandan keyin bir oy mobaynida partiyani ta'sis syezdini o'tkazamiz deyiladi. Ta'sis syezdi bironta bir manzilda, bironta bir nimada u ham ko'rsatiladi, u ham ijtimoiy tarmoqda e'lon qilinadi. O'sha faqat Xidirnazar Alloqulov yetakchiligidagi partiyaga agar qo'shiladigan bo'lsangiz, faqat Xidirnazar Alloqulov e'lon qilgandan keyin shunga qo'shilishingiz mumkin. Chunki hozir juda ijtimoiy tarmoqlar, fake xabarlar, nima deydi, sun'iy intellektlar juda ko'payib ketgan, shunga o'xshagan narsalar qilib, xalqimizni chalg'itish mumkin. Bu albatta chalg'itish oddiy xalq nimasida bo'lmaydi. Bu o'sha O'zbekistonda 35 yildan beri yovuz niyatlar bilan boshqarib kelayotgan o'sha bir terror urushlariga homiylik qilayotgan Mirziyoyev yetakchiligi jinoyat to'dani vakillari tomonidan qilinadi. Bu tashkil narsalar o'shaning uchun ogoh bo'lishingiz kerak, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Faqatgina o'sha Xidirnazar Alloqulov e'lon qilgandan keyin o'sha bironta bir majlisda Xidirnazar Alloqulov yetakchiligidagi majlis
berilgan bayonnoma yoki berilgan ko'rsatilgan ko'rsatmalar bo'yicha harakatda bo'lishimiz kerak. Chunki aytyapmiz, mana 20-yildan beri tosh kungacha juda bir bu siyosiy partiyalarga, faollarga, siyosiy faollarga tazyiqlar, har xil nayranglar, hiyla-nayranglar, tovlamachiliklar, boshqa bir qilinmagan ish qolmadi. Bularda bir haligi ishlari qolmadi. Hattoki shu ayollarni o'sha farrosh kiyimida ichki ishlarda xodimalari o'sha farrosh kiyimlarda kelib tashkiliy qo'mitani yoki o'sha imzo yig'ayotgan jarayonlarda ayollarimizga shunaqangi bir har xil uydirmalarni uyushtirib ko'rishdi, har xil provokatsiyalarni uyushtirib ko'rishdi. O'sha Vazira Egamberdiyeva va boshqa ayollarimizni yetakchiligidagi o'sha bir guruh ayollarimizni biz Qoraqalpog'istonga yuborganimizda u yerda hattoki zaharlashgacha borishdi. Bular endi shunaqangi jinoyatda bular o'sha Yahud malaylari, o'sha ko'ryapmiz mana Mirziyoyev hozir nima ishlar qilyapti. Faqat o'sha avval Putinga Ukrainaga qarshi urushga odam yollab o'sha sanksiyalardan qochishga Rossiyaga yordam berardi. Endi to'g'ridan to'g'ri pul bilan, mablag' bilan 100 milliardlab pul beraman deb borib Amerikani qo'llab Yahud sionistlarini quchog'iga chiqib o'tiribdi Mirziyoyev. O'shalarni bir o'yinchoq, o'shalarni bir nima deydi, vakillari hisoblanadi. O'shalarga do'st. Men do'stim qani deyapti-yu, o'sha Tramp. Tramp atrofida hech kim qolmadi. Hattoki mana shu Yevropa ittifoqining davlatlari, hattoki NATO harbiy shu blokning a'zoligi bo'lgan davlatlar ham Trampdan yuz o'giryapti. Chunki Tramp yetakchiligida o'sha sionist Isroil Yahud sionistlar bilan birgalikda Eron davlatiga urush ochdi. Musulmon davlatlarini yo'q qilyapti. Qanchadan qancha bir qirg'in barot urushlarini boshlayapti. Bu Mirziyoyevning yetakchiligidagi o'sha to'dalar bizga hozir ta'zir qilinadigan bo'lsa, bizni o'sha taraqqiyotimizga o'sha partiyani tuzishga xayrixohlik bildirganlarga ta'zir qiladigan bo'lsa yoki ularga bosimlar qiladigan bo'lsa, bilingki, demak ular hammasi hozir qilayotganlari o'sha hukumatparastlar, o'sha blogerlar endi hammasi jangga chiqadi. Ochiqdan ochiq chiqadi. Ochiqdan ochiq chiqadi, chunki ular o'zi ismi o'zbekcha bo'lishi mumkin, masalan, Ahmad bo'lishi mumkin, Shuhrat bo'lishi mumkin, Abror bo'lishi mumkin deydi ismlari. Lekin ular aslida o'sha Yahudlarning malaylari bo'ladi. O'sha sionist Yahudlarning malaylari, o'shalardan pul olib, o'shalardan mablag' olib, o'shalar bilan hamkorlik qilib O'zbekistonda o'sha g'arbga sotayotgan o'sha urushlarni, terror urushlarini moliyalashtirayotgan o'sha Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat o'dani vakillari bo'ladi. Bular albatta xalqning manfaati bilan qilinayotgan, xalqning tashabbusi bilan qilinayotgan taraqqiyotga erishaylik biz ham boshqa bir davlatlardagi singari bir emin erkin yashashga haqlimiz. Qachongacha bu gaz muammosi, qachongacha bu elektr energiya muammosi, qachongacha bunaqangi bir jarimalar girdobida yashaymiz. Biz ham axir dunyoga bir marta kelamiz. Xalqlar singari, boshqa qo'shni davlatlardagi xalqlar singari yashashga haqqimiz bor deydigan odamlar xalq partiyalarini tuzishga tashabbus qilishdi. O'shalar mana birlashyapti. O'shalarni tashabbusi bilan, o'shalarning harakati bilan, xalqning harakati bilan 3-marotaba Xaloskor xalq demokratik partiyasi tuzishga kirishilyapti. Kimki qayerda bo'lsa ham, agar sizga o'sha ichki ishlarga chaqirib, boshqaga chaqirib, o'sha bir nima ta'ziyqlar qilib qiladigan bo'lsa, bilingki, darhol telefonga yozing, ism familiyasini so'rab yozingda, ularni albatta yaqinda mana shu urushlar tugasa, urushlar bir nima bo'ladigan bo'lsa, butun dunyo tinchliksevar xalqlari bir tomonda, josus, xoin, qonxo'r sionistlar bir tomonda bo'ldi. Hozir mana ikkiga bo'lindi. Dunyo ikkiga bo'lindi. Bir tomonda Tramp yetakchiligidagi o'sha sionistlar, Yahudlar, musulmonlarni, boshqa davlatlarni tajovuz qilib, mana Niderlandiyani olaman dedi. Boshqa davlatlar Yevropa ittifoqiga hamla qilyapti bu Tramp. Xuddi o'shalarni, sionistlarni, Yahudlar tomonda turgan Mirziyoyev endi avval Rossiya tomonida turib Ukrainaning urushini o'sha sanksiyalardan, iqtisodiy sanksiyalardan aylanib o'tishga yordam bergandi, qurollar, boshqalar ishlab chiqarishga yordam bergandi. Qancha mablag'lar o'sha Xitoydan olingan juda katta mablag'ni o'sha urushga tikkan edi. Endi hozir
sotilgan tillalar, O'zbekistonda o'sha byudjet pullarini o'marib, o'shalardan bir mablag'lar qilib, hozir mana o'sha yangi terrorni, Tramp yetakchiligidagi sionistlar, yahud sionistlarni urushlarini moliyalashtiryapti Mirziyoyev. Biz albatta bu Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat to'dani yakka hokimlikka kelib qo'ymas ekanmiz, hech qachon farovon hayot kechira olmaymiz. Hech qachon bir o'ylagan maqsadimizga erisha olmaymiz. Buning uchun albatta biz siyosiy partiya tuzib, parlamentga chiqib, o'sha senatda bizni vakillarimiz bo'lib, qabul qilinayotgan qarorlarga qo'l ko'tarib, norozilik bildirib, o'sha minbar bo'lsa, qachonki partiya bo'lganda minbar bo'ladi. Minbar bo'lmasa, xalqning fikrini inobatga olmaydi ekan ular. Xohlasa 10 millionlab, xohlasa 10 milliardlab, xohlasa 100 milliardlab pulni va'da berib, o'sha yahud sionistlar bilan o'shalarning biqiniga kelib, O'zbekistondan o'g'irlagan pullarni sekin-sekin Amerikaga olib joylashtiraverar ekan. Boshqa davlatlarga olib borib joylashtiraverar ekan. Mana Eronga urush ochilgandan keyin Eron musulmon kim, qaysi qavmdan, kim qaysi bir nimaga haqiqiy musulmon, kim o'zi Allohni, payg'ambarimizni o'gitlarini qiladigan bir haqiqiy musulmon, kimki bu musulmon niqobidagi bir kazzoblarligini aylab, mana aniqlab beryapti. Mana hozir mana Saudiya Arabistoni, Misr arab davlatlari, boshqa arab davlatlarida ham o'sha boshqaruvda o'tirganlar hammasi yahud malaylar ekan. Bular aniq bilinib qoldi. Hattoki o'sha musulmon bo'lmagan nasroniy davlatlar, o'sha aytyapmiz-ku, NATOga, Amerikaning blogida birga turgan, ittifoqchi bo'lgan davlatlar urushdan bosh tortilyapti. Masalan, Ispaniya, Polsha, Germaniya, Fransiya, Italiya, hammasi Yevropa ittifoqidagi davlatlar. Biz sionistlarga qo'shilib o'zgalarning urushiga bosh-qosh bo'lib vatandoshlarimizni nima deydi, nohaqdan o'lishiga, qon to'kilishiga yo'l qo'ymaymiz deyapti. O'shalar musulmon emas, qon to'kilmasin deyotganlar ham o'sha o'zga din vakillari, xristianlar bo'lishi mumkin, boshqa bir o'zga din vakillari bo'lishi mumkin, lekin musulmon emas o'sha aytayotganlar. Aynan musulmon davlatini yetakchiligida o'tirgan, musulmon niqobida o'tirgan Mirziyoyev ham shunaqangi musulmon niqobidagi yahud malaya. Mirziyoyev ham 5 taga o'sha davlatimizdagi 5 ta markaziy Osiyodagi davlatlarda rahbarlari ham shunaqaga o'xshagan ekan. Bu shularni birlari ekan. Mana arab davlatlarini o'sha aytyapmiz-ku, sanayapmiz. O'sha Qatar bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, shohligi bo'ladimi, amirligi bo'ladimi, u haligi arabcha kiyimni kiyib bismillahirrohmanirrohim deb qo'lda tasbih tursanglar, u musulmon deb o'ylamang. Ular musulmonning dushmanlari. Islom dinini niqob qilib olgan shu ko'rmurudlar, ko'rnamaylar, musulmon dinini niqob qilib olgan josuslar, xoinlar, Isroil, yahud malaylari, yahudlarga sotilgan malaylar, o'shalarni qo'llayotgan xoinlar. O'shalarni birinchi safida Mirziyoyev pulni qanday berishdi? O'sha 5 ta davlat, O'zbekiston, Markaziy Osiyodagi davlatlar, arab davlatlari berdi, urush boshlandi. Trampga ular juda katta pul berishdi. 20 milliardlab, 30 milliardlab pul berishdi. Lekin o'sha Amerikaning hozir o'sha kongressida bu urushga biz pul ajratganimiz yo'q deyapti. Biz pul ajratmadik. Bu pulni qayerdan oldik ekan bilmaymiz. Kimlar buni moliyalashtirdi, hali buni aniqlaymiz deyapti. Demak, birinchi o'rinda Mirziyoyev turibdi, o'sha moliyalashtirayotgan, pul berayotgan. O'sha 30 talab, 40 talab samolyot sotib olaman dedi, 100 milliardlab o'sha sizga Amerikaga investitsiya kirgizaman dedi. O'sha o'zini tadbirkorlarini, o'zini sodiq qullarini avvaldan jo'natib o'sha Amerikada ish o'rinlari yaratamiz dedi. Masalan, o'sha Ortiqxo'jayev, Jahongir Ortiqxo'jayev yetakchiligidagi o'sha O'zbekistondan pul o'g'irlab Amerikaga joylashtirayotganlar, allanjonoblar hozir demak, ular qurol ishlab chiqaryapti. Demak, taxminimiz shunaqa. Ular o'sha yerda o'tirib, hozir Amerikaning ichida mablag'i bilan, o'zini mablag'i bilan. Chunki Kongress pulimiz urushga pul tikmaganmiz deyapti. Biz buni moliyalashtirmadik deyapti. Kimlardir moliyalashtiryapti deyapti. Demak, moliyalashtirayotgan shu O'zbekistonga o'xshagan, Mirziyoyevga o'xshagan o'sha musulmon dinini niqobida yashayotgan shunaqangi bir sionist yahudlarning malaylari.
Mana hozir o'sha Ortiqxo'jayev yetakchiligida boshqalarda o'sha tadbirkorlar hammasi O'zbekistondan pulni o'g'irlab olib borib, demak Amerikanchida, demak taxmin qilamizki, ular hech qachon nima deydi? Oddiy dron ishlab chiqarayotgan yo'q. Ular demak qurol ishlab chiqaryapti bu yerda. Amerikani qurol bilan ta'minlayapti, Izraelni qurol bilan ta'minlayapti. Eronni, boshqa arab davlatlarini kelgusi navbat mana Pokistonga deydi. Pokistondan keyin Turkiyaga deydi. Eng katta bir musulmon davlatining yetakchisi harbiy salohiyatdan dunyoda hozir ancha-muncha davlatlar o'rtasida ko'zga ko'ringan Turkiya davlatining ham masalan o'sha bizni o'zbek, qozoq, qirg'iz, arab davlatlarining mablag'larini yig'ib turib Turkiyani yo'q qilish mumkin. Hozir Eronni yo'q qiladi, undan keyin Pokistonni yo'q qiladi musulmonlarni, undan keyin mana Turkiyaga o'tishi mumkin. Bizning mablag'imiz bilan. Chunki Amerika mablag' ajratmayapmiz deyapti. Amerikada bunaqa narsa yo'q deyapti. Biz bu terror urushini homiylashtirayotgan bular topamiz deyapti. Mana biz aytyapmiz. 100 milliarddan pul beraman, investitsiya kirgizaman dedi. 1 milliard pulni berdi. Ortiqxo'jayevlar o'sha yerda borib qanaqadir korxonalarni yurgizyapti, ish o'rinlari yaratyapti. Bu narsalarni O'zbekistonda tinch xalqimizni o'sha 38 million xalqdan 10 millioni hozir ishsiz. 38 million xalqning 10 millioni ishsiz, yaroqsiz qul chet davlatlarda. Rossiyada, Koreyada, Qozog'istonda, Yevropa davlatlariga sochilib ketgan xalqimiz. Bular mablag'ni olib, byudjet mablag'larini olib, tillalarni sotib, hammasini jamlab 100 milliarddan pul qilib Amerikada qurol ishlab chiqaryapti Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat o'da. Xuddi shunaqa taxmin qilamiz. Bu ertaga isbotini beradi. Biz taxmin qilamiz, demak bular o'sha moliyalashtiryapti, nafaqat moliyalashtiryapti, o'sha puli bilan hozirgi Eronga qarshi urushlarda qurol ishlab chiqaryapti Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat o'da. Buni bilishimiz kerak. Bizga bunaqangi xoin, sotqin, davlatchiligimizga putur yetkazadigan, oilaviy boshqaruvda o'tirib olib, hamma tomonlama xalqqa zulm qiladigan, ko'r-ko'rona bir shunaqangi jarimalarni bosim qilib jarimalar bilan xalqni qo'rqitadigan bunaqangi lo'ttivoz boshqaruv bizga kerak emas. Biz yakka hokimlikdan, Yahud sionistlarning malaylardan qutulishimiz kerak. Avval o'ris qul dedik. Demak bular o'ris qul emas, Yahud malay ekan. O'zi o'ris qulligi aniq edi. Chunki mana Ukraina bilan boshlangan urushda qancha odam o'ldi? Qancha odamlar vatandoshlarimiz o'sha Rossiyaning yerlarida to'g'ridan-to'g'ri urushga jalb qilindi. Qaysi bir O'zbekistondagi bir vazirlik yoki bir o'sha tashqi ishlar vazirligi yoki bir boshqa bir kuchlar qani bir vatandoshlarimizni himoya qila oldimi? Qila olgani yo'q. Qila olmaydi ham. Chunki tepadan buyruq bor. Endi hozir ular shu darajada o'zboshimchalikka yetdiki, mana xuddi Yahud sionistlari qanday qilib xohlagan davlatini uryapti. Qanaqangi bir internetlarni yopib, hamma yoqda shu dunyoga jar solyapti. Qancha odamlarni o'ldiryapti. Livanga qarshi urushyapti. Boshqa davlatlarga qarshi urushyapti. Eronga tinmay bombalayapti Eronni. Eronda o'sha qancha bir nimalarni o'ldirdi. Ofitserlarini, katta yetakchilarini, davlat rahbarlarini. Bolalarni maktablariga o'qlar otib qancha bir 180 nafarga yaqin maktab o'quvchilari bir kunda ko'z yumdi. Bularning hammasini o'sha Yahud sionistlari qilyapti. Bularni moliyalashtirayotgan Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat odamlari qilyapti. Moliyalashtirayotgan, pul berayotgan, bu tomondan olib borib, ham pulni berib o'sha Amerikaga turib qurol ishlab chiqarib beryapti ularga. Mirziyoyev yetakchiligidagi jinoyat oda o'sha Ortiqxo'jayevlar, boshqalar. Mana endi kecha o'qidim, qaytib kelibdi. Qaysidir bir Abdulaziz Komilov o'sha yetakchiligi bir delegatsiya Amerikadan qaytib keldi. Demak, ular kelib, ketib, borib o'sha qurollarni ishlab chiqarib, Amerikaga bir yaxshi ko'rinib, sionistlarga malaylik qilib yurishdi. Bu sionistlarga, yahudlarga, dashnoqa armanlarga, farsist unsurlari doim shunaqangi bir ishlarni qilib kelgan. Bu kechagi gap emas, bugungi gap emas. 150 yildan beri bo'layotgan ishlar bular. O'sha turkligimizni, xalifotlikni buzganlar, o'sha ayg'oqchilik qilganlar, Stalinga sotilganlar, hammasi shu
ichimizdagi mayda millat vakillaridan iborat shunaqangi unsurlar. Bularning vakillari endi hozir ham o'zbek deb o'ylaymiz, masalan biz ko'pchiligimiz. Familiyasini o'zbekcha qilib olgan. Masalan aytyapmiz, doim aytamiz. Choriy Panji bo'lsa, uni ismini boshqa qilib olgan. Pasportlar necha marta almashyapti. Shunaqangi bir Ismoilov Ibrohim qilib olgan bo'lishi mumkin. Ismoilov Muzaffar qilib olgan bo'lishi mumkin. O'sha Choriy Panjilar yoki boshqalar. Xuddi shunaqangi tadbirkor sifatida yoki bir boshqa bir niqobda kelib O'zbekistonda yaxtandan kelib qancha bir klasterlar O'zbekistonda o'sha paxta, don mahsulotlar yetishtirgan fermer xo'jaliklarini vayron qildi. Qanchalar sudlarda 5 yil, 6 yildan beri pullar to'lanmayapti. Mana hozir o'sha gaz sohasida, gaz ta'minoti bo'yicha mana yer osti boyliklarini Rossiyani ixtiyoriga bergandan keyin o'sha Baxtiyor Fozilov yetakchiligidagi o'sha Samarqandlik toji ekan millati, Rusiya unaqasi ekan, vatandoshligi ekan, bu Samarqand turgan bo'lsa ham o'sha Rus davlatini fuqarosi ekan. Shular birgalashib, Alisher Usmonov masalan Rossiyaning fuqarosi, hech qanaqangi O'zbekistonga daxli yo'q. Mirziyoyev o'shalar bilan oshqatib, o'shalar bilan bir kompaniyada gazimizni ularga berib qo'yib, endi hozir atom elektr stansiyasini qurishmoqchi. Ular qurgan inshootlar, binolar qulab ketib, portlab ketib, yer bilan yakson bo'lib, mablag'lar qancha bir hokisor bo'lyapti, isrof bo'lyapti. Mablag'lardan ayrilyapmiz. Iqtisodiyotimiz borgan sari xorizdorlik holatda xalq ahvoli, iqtisodiyot bundan cho'kib boryapti, inqirozga kelyapti. Lekin o'sha tepada o'tirgan, aytyapmiz, bir xovich mayda millat vakillaridan iborat o'sha josuslar har tomonlama O'zbekistonga kirib, tadbirkorlik qilaman, boshqa qilaman deb hamma narsani yo'q qilyapti. Mana kecha bir koreys millatiga mansub tadbirkor qanchadir milliard mablag'ni o'sha uy-joy qurilishi bo'yicha odamlardan yig'ib olib, yo'q. Uy-joy ham yo'q, boshqa ham yo'q. Shunaqangi tadbirkorlar, masalan o'zimizni tadbirkorlar, o'zimizni o'sha yetuk bir vatandoshlarimiz Rossiyalarda, boshqa davlatlarda xor bo'lib yuribdi. Lekin boshqa davlatlardan, boshqa joylardan o'sha yollab olib kelgan, Tojikistondan olib kelgan odamlar O'zbekistonni kemirib yotibdi. Buning uchun albatta bu narsalarga chek qo'yishimiz kerak. Biz minbar bo'lmasa, xalqni bir gapiradigan joyi bo'lmasa, bir siyosiy partiya bo'lmasa, parlamentda bir narsalarni muhokama qilishga imkonimiz bo'lmaydigan bo'lsa, biz tez kunda xorizor bo'lib yo'q bo'lib ketishimiz mumkin. Bular hamma narsani qiladi. Mirziyoyev yetakchi jinoyatida mana 10 yil bo'ldi. 25 yil mobaynida Islom Karim bunchalik tahlikaga solmagandi. To'g'ri, din islom bo'yicha, boshqa bo'yicha o'sha qo'rqitish uchun, Amerikadan pul olish uchun o'sha Hizbut Tahrirlar, Vahobiylar, boshqalar deb dinga sal bir nima bergan edi, zarba bergan edi. Mana endi hozir nima bo'lib u yoqda, u dunyoda nima bo'lib, qanaqangi bir jahannamlarda o'tida yonayotgandir, uni Alloh biladi. Lekin bular Mirziyoyev kelganiga, Mirziyoyev iqtidorda o'tirganiga, qarindosh urug'lar bilan, yaxtanliklar bilan o'sha O'zbekistonda hamma sohasini egallab olganiga bor yo'g'i 9 yil yoki 10 yil bo'ldi mana. 10 yil hali bo'lgani yo'q. Sentyabrda 10 yil bo'ladi. 9 yildan oshiqroq vaqt bo'ldi. 9 yilda 200 milliarddan oshiqroq 300 milliardga yaqin qarzga kiritildi. Tillalar sotildi. Xitoydan 80 milliardga yaqin qarz bo'ldi. Budjet tanqisligi bor. Hech qanaqangi bir budjetda bir nimada ish o'rinlari, pensiyalar oshmayapti. Xalq manfaati to'g'risida hech qanaqangi bir narsa yo'q. Mana hozir xo'ja ko'rsinga o'sha islom sivilizatsiyasi qilib o'sha bir nimalardir, bu narsalarni qurdi. U yerda islom sivilizatsiyasining ichida ham hech qanaqangi bir islomga taalluqli narsalar yo'q edi. Faqat o'sha Nikolay podshoning zambaralari, boshqalari o'shalarni tarixiy muzey qilib olib kirib ichkariga o'sha Chor Rossiyasini ulug'lash uchun qilingan narsalar. Xuddi o'sha G'alaba xiyobonidagi singari o'sha Qoraqamishda G'alaba xiyobonini qiluvdi. Tanklarni qo'yib o'sha Chor Rossiyasini O'zbekistonga kelgan nimalarni, kunlarni o'sha tarixiy nima qilib muzey qilib hamma kelsa ko'rsin, qarsak chalsin, chet davlatdan odamlar kelib ko'rsin degan maqsadda qilingandi. Hozir islom sivilizatsiyasi ham xuddi shunaqa bir yo'sinda qilindi.
Bu yerga islom sivilizatsiyasiga nima? U yerda bir din islomni bir targ'ibot qilish yoki degan narsa yo'q edi. U yerdan faqat o'sha bir xoin, o'sha arab davlatlariga o'xshagan, isroillik malaylarga o'xshaganlar, masalan, o'sha islom sivilizatsiyasi ekan desa, mablag' ajratishi mumkin, odamlar kelib ziyorat qilishi mumkin, ko'rishi mumkin. Bu boshqa narsa yo'q edi. Bular nimadan foydalanyapti? O'sha bizni bobolarimizdan, Imom Buxoriylardan, At-Tirmiziylardan, ulug' allomalarimizdan, ulug' o'sha ajdodlarimizni bosib o'tgan yo'llarini bular faqat biznesda foydalanishyapti. Biz ulardan oqilona ularni o'gitlarini o'sha diniy islom targ'iboti bo'yicha, boshqa bir ishlar bo'yicha qilingan ishlarni dunyoga bir oshkor qilishimiz kerak, dunyoga yetkazishimiz kerak. Ular bu yerda islom sivilizatsiyasi qilib, o'sha islomga taalluqli bo'lgan islom davlatlarini vakillarini ko'proq, o'sha Yevropa davlatlarini turistik sayyohlarni ko'proq kelishini o'ylagan maqsadda bu yerda birinchi o'rinda o'sha sayyohlarni jalb qilish maqsadida shu narsalar qilindi. Bu dinni niqobi ostida qilinayotgan narsalar bular. Bular Mirziyoyev o'sha aytyapmiz-ku, din niqobida shunday qilyapti, arab davlatlariga, boshqa davlatlarga yaxshi ko'rinish, asosiy maqsadi puli, mablag'ni olib o'sha islom sivilizatsiyasidan tushgan pulni ham yana olib borib Izraelga beradi. Yahudlarga beradi. O'sha tushgan pulni kirish pulli, o'zimizni xalq uchun ham, tashqaridan kelganlar uchun ham pulli, o'sha yerda tushgan pullarni, mablag'larni ham yana olib borib Izraelga beradi. Yahudlar, chunki Yahudning malayida bu Mirziyoyev. Yahudning malayi. Bu aniq bilinib turibdi, mana moliyalashtiryapti urushlarda. O'sha islom sivilizatsiyasidan tushadimi, boshqa joylardan tushadimi? Qancha bir xalqimizni nohaqdan tortilayotgan jarimalarning pullari ham hammasi demak o'sha yoqqa ketyapti. Demak, o'sha hamma agar byudjetga yotqizilganda ish o'rinlari yaratilardi yoki bir qaysi bir sohasi ozgina bo'lsa ham rivojlanayotgan bo'lardi. Rivojlanayotgan soha bormi? Hammasi parokanda. Hammasi inqirozga yuz tutayotgan sohalar. Qaysi bir sohani olib, yo mana shu soha haqiqatda yaxshi, mana shu sohada hech qanaqangi bir korrupsiya yo'q yoki boshqa narsa yo'q. Demak, mana shu soha da yetakchilar, o'sha sohani vakillari halol insonlar ekan, O'zbekistonda vatanim deydigan insonlar ekan, deydigan bironta bir sohani ko'rsata olamizmi? Mudofaa qanaqa ahvolda? Sud tizimlari qanaqa ahvolda? Prokuratura, xoinlar hammasi xalqdan jinoyat jasab general bo'layotganlar. Hammasini millati bu o'ziga boshqa, o'sha yahud sionistlarning malaylari, o'sha generallar hammasi aytyapmiz, doim aytamiz. O'zbek emas, faqat pasportiga o'zbek qilib yozib olgan. Mana Dubayda uylari bordi, portlab ketdi, qanchasini. Voydo deb ayxonlar soldi. Mana hali ko'ramiz xudo xolasa hammasini. Amerikaga borganda ham Amerikadan qochib qaytib keladi. Qancha mablag'larni o'shaga tikishtiryapti. Mirziyoyevning qarindosh urug'lari, kuyovlari, qudalarini, qizlarini kamida 50 milliarddan pullari bor. 50 milliard dollardan alohida xotinini, o'zini, qizini, nevarasigacha. Hamma o'sha tillalarni sotib, byudjet pullarini, byudjetni nimaga? Pullarni byudjetda taqchillik bo'ladi. Byudjetga axir inson soliq to'lasa, to'langan soliqni taqsim qiladi. 10 so'm to'pladimi? Shu 10 so'mni taqsim qiladi. Nimaga u yetmaslik kerak? Nimaga u yetmaslik kerak? U axir xalq ishlayapti, o'sha yerda soliq to'layapti. To'langan soliqdan tashkil qilinadi bu taqsimot. Masalan, 1 milliard yig'ilsa, 1 milliardni 100 mingga, mana sohaga 100 mingga, mana sohaga 100 million, mana sohaga deb bo'ladi. Biz mana buxgalterimiz, iqtisodchimiz ko'zimizni yumib turib, barmog'imizni hisoblab berishimiz mumkin bu O'zbekiston iqtisodiyotini. Ko'zimizni yumib turib, barmoqlab hisoblab, kalkulyator ham shart emas. Tillardan qancha kelyapti, boshqa sohalardan qancha narsalar kelyapti, ishlab chiqarishdan qancha tushyapti, soliqlar qancha to'lanyapti, aholini yer soliqlaridan qancha daromadlar kelyapti, hammasini jamlab turib, shundoq bo'lib chiqsangiz, bitta odam bir tashkilotning buxgalteri bo'lsa, oddiy bir o'rta ma'lumotli tashkilotning buxgalteri bo'lib ishlagan odam ham shunday 3 2 ni qo'shsa 5 bo'ladi, biladi. 2 ni ko'paytirsa 4 bo'lishini, bu oddiy narsa. Avval yig'iladi, keyin taqsimlanadi. Bir yilda bir marta yig'iladi, keyin taqsimlanadi. Bunda taqchillik degan narsa bo'lishi mumkin emas. Agar bunda bo'ladigan bo'lsa, bu byudjet
kemirmasa, kalamushlar yeb ketmasa, bunaqangi bir haligi taqchillik bo'lmasligi kerak. Qachonki yeb ketganda, yo'q, men olib o'g'irlab qo'ysa, masalan siz savdo qildingiz. Masalan 100 ming so'mlik savdo qildingiz. Aniq savdo qildingizda, uyga borgunizcha shu 90 ming bo'lib qoldi. Yo o'g'lingiz, yo qizingiz, yo kuyovingiz olib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha atrofingizdagilar. Budjet ham xuddi shunaqa. Budjet biz yig'ayotgan, to'layotgan soliqlarimiz hammasi aniq ko'rsatilgan. Budjetdan yig'ilgan mablag' soliqdan yig'ilgan mablag' budjet bo'ladi. Budjet bo'lib yilni boshida taqsimlanadi. Yig'ilgan puldan taqsimlanadi. Yo'q puldan emas. Yig'ilgan pul masalan 5 milliard dollar yig'ilsa, shuni 5 milliardni 40 ta soha bo'ladigan bo'lsa, 40 ta sohaga bo'ladi. Hammasiga yetish kerak. Qachon yetmaydi? O'sha o'rtada kalamushlar yeb qo'ysa, Mirziyoyev yetakchisi jinoyat o'dalar o'sha pulni yuvish bilan chiqarib yuborsa tashqariga yoki yaktanga ketib qolsa, juda ko'p pul yaktanga ketib qolishi mumkin. O'sha qishloq xo'jaligi, mana don, paxta, boshqa rizq nasibamiz bo'lgan, xalqning rizq nasibasi bo'lgan mahsulotlarning pullari yaktanga ketib qolgan bo'lishi mumkin. O'shanda taqchillik bo'ladi. Qurilishlarda masalan hozir o'sha islom sivilizatsiyasini aytyapmiz. Islom sivilizatsiyasiga masalan 100 milliard dollar sarflangan bo'lsa, o'sha yerdagi aholi qancha aholi bordi Chuvalachi mahallasida? Uysiz ko'chada voydod oyxondan solib yig'lab ko'chalarda haligacha sudlashib yuribdi ular. Shularning yerlari haqi to'lanish kerak edi, ularga uy-joy bilan ta'minlanish kerak edi, ularga aytgan pullarni mablag'larni berish kerak edi. Bermadi. Bu jinoyat o'da urib o'sha har xil harbiy kiyimdagi o'sha yaqindan kelgan sinovchi brigadalar bundan 3 yil 4 yil oldin o'sha Chuvalachi mahallasida ayollarni 85 yoshli onaxonni ham o'sha uydagi buyumlarni ko'chaga olib chiqib qo'ygan. Mana ijtimoiy tarmoqlarda qaranglar, ozodlikda chiqarilgan bu narsa. Ozodlik jurnalistik surishtiruvda bu narsalar bor. Shularni norozi qilib, shularni qaqshatib, shularni yerini tortib olib islom sivilizatsiyasi qurgan bu Mirziyoyev nima? Juda bir haligi olijanobmi? Olijanob insonmi? Olijanob bo'lsa, o'sha yeridan mahrum bo'lgan, uy-joydan mahrum bo'lgan xalqni rozi qilish kerak emasmidi? Ularni rozi qilmasdan ularni kechasida boshqa joyga olib borib, uyini tank nimalar bilan, buldozerlar bilan buzib tashlab, ko'chada qo'ydi. Juda ko'pchiligi uy-joy ola olmasdan yuribdi. Yaqinda mana Yakkasaroy tumanida bir oilani ko'rsatdim, ijtimoiy tarmoqda ko'rdik. Salafan to'sib o'tiribdi, mana fevral oyida bo'ldi bu narsa. Salafan to'sib kunni ko'ryapti. Uy-joydan ajralgan. Agar Toshkent shahri shunaqa bo'ladigan bo'lsa, viloyatlarda qo'ying endi. Viloyatlarda endi bu hammasi haligi mafiya, banditizm. Andijonda ham shunaqa o'sha Abdurahmonov degani bormi shuni? Andijonda hokimi. Hamma narsani kemirib, ichib, yo'q qilib bo'ldi. Yarmini Xitoyga sotib bo'ldi. O'sha bog'i shamol dahalari qanaqangi bir qirlar, adillarimiz bor edi, qanaqangi zo'r joylarimiz bor edi. O'sha olma, o'rik, shaftoli shunaqangi bir yetishtiriladigan xalqni iste'mol bilan ta'minlaydigan joylar bor. Hammasini Xitoyga sotdi. Hammasini Xitoyga sotib, u yerdagi o'sha fermerlarni ham yerini tortib olib Xitoyga berdi Andijon hokimi. Men bilganim, boshqa hokimlarga ham agar menda shunaqangi ma'lumot bo'lsa, uni ham aytaman. Hamma hokimlar shunaqa qildi. Yer sotib, hokimlar qayerdan pul olib, qaysi bir sohadan pul olib qo'lga tushib qolishi mumkin yoki o'sha bir nima qilish mumkin. Faqat yerni sotyapti. O'zimizni yerimizni o'zimizga sotib, pulni jamlab bir joyga olib boraman deganda bu yoqdan signal kelyapti. Mirziyoyev kuyovlari darhol odamni yuborib, o'sha qamab 6 oydan keyin chiqarib yuboryapti. 3 million pul bilan tushadimi, dollar bilan, 10 million dollar bilan tushadimi, farqi yo'q. Pulni olsa bo'ldi ular. Sekin qora ro'yxatga kirgizib bo'lib turadi-da, 6 oydan keyin yana oqlab turib, bironta bir rayonda anaqasiga bir ishga qo'yib qo'yapti. Chunki u Mirziyoyevning opasiga pul berib hokim bo'lganda, tuman hokimlari. Mirziyoyevning opasi o'sha pullarni olib hokim qilgan ularni. Mirziyoyevning qarindosh urug', pochchalari o'sha ot o'ynatib o'sha uloq berayotgan, katta pullar sarflayotgan pochchalari orqali odamlar rayonlarga hokim bo'lyapti. Mirziyoyevga qo'li yetmaydi ularda. Rayon hokimi bo'lish uchun Mirziyoyevga pul olib borib berishga juda uzoq yo'l, masofa. Eng yaxshisi o'sha
Jizzaxga boradi, o'sha opasini topadi, pochchasini topadi. Ular aholining ichida yuradi. O'sha zapravkalari bor, benzin nimalari bor, opalarini, Mirziyevni bir tug'ishgan opalari. O'shalarga 5 millionlab, 3 millionlab, 10 millionlab pulni berib, o'sha kerakli nimani berib. Tumanga hokim bo'lyapti, 2-3 yildan keyin o'sha yerni sotib aholiga qo'lga tushib qolib, yana uni pulini Mirziyoyev kuyovlarga topshiryapti-da, xalq o'zini yerini o'zi sotib o'sha yaxutsionistlarning malaylarga beryapti. O'zbekistonda xalqimiz yerimizni sotib, o'zimiz sotib olib pulni yerga ham ega bo'lmasdan, pulni ham berib, yana yaxutsionistlarga berib, yana musulmon davlatlariga qarshi urushga mablag'lar tikilyapti. Pul qayerda aylanyapti? Bironta bir Shveysariya bankiga haligi olib borib joylashtirib qo'ygani yo'q. Faqat bular biznes qilyapti. O'zbekiston ichida sitilar qurishyapti o'sha pullarga. Xalqdan tushgan pullarga boshqa narsalar qilishyapti. O'zimizning go'shimizni o'zimizga yegizyapti. Mirziyoyev yetakchisi jinoyatida xalqning pulini, o'zining go'shini o'ziga yegizyapti. Qaysi sohani olib qaramang. Men aniq faktlar bilan yoki bir falonchi bundoq qildi, falonchi sud bundoq qildi degan informatsiyalar keladi menga. Ularni aytmayman. Ularning juda ko'pchiligi balki isbotlanmagan, taqsimlanmagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Men ozodlikda chiqarilgan yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan, odamlarning noroziligidan kelib chiqib qilinayotgan o'sha norozilikda olinayotgan ma'lumotlarni yig'ib olamanda o'shalardan xulosa qilib sizlarga yetkazaman. Demak, O'zbekistonda parokanda bo'lishi hammasi o'sha ichimizdan, o'zimizga go'shimizni o'zimizga yetkazayotgan o'sha Mirziyoyev yetakchiligidagi yakka hokimligidagi jinoyat to'dani qilayotgan shu tizimi, shu rejimi. O'zimizning yerimizni, pulimizni o'zimizdan sotib olib, ham yerdan ayirib, ham pulimizdan ayirib, pulni aylantirib Amerikaga, Trampga o'sha pedofillardan anaqasiga olib borib beryapti. Ular Isroil sionistlari Arab davlatlariga bugun Eronni yo'q qiladigan bo'lsa, ertaga Markaziy Osiyoga ham hujum qilishi mumkin. Hozir mana kecha Tramp Mirziyevga xat yozibdi. Meni do'stim qayerdasiz? Keling deb. Ko'rdingizmi mana Mirziyev avval Putinni yoniga kelib bu urushlarni nima qiluvdi? Mana endi hozir yana keling, yana bir 20 milliard olib keling. Pulim tugadi, men Eronni yo'q qilishim kerak, deyapti. U labbay deb boradi hozir ertaga. O'sha 100 milliard pul tillalar pullari ketib bo'lgan u yoqqa. O'sha Allamjonovlar, boshqalar, katta bir nimalar Amerikaga joylashtirdi bu pullarni. Biz bilmaymiz. Investitsiya qilib kirgizildi. Investitsiyadan nima ishlab chiqaryapti? iPhone telefon ishlab chiqaryapti deb o'ylaysizmi? O'shalarda. Ular qurol ishlab chiqaryapti. O'sha Ortiqxo'jayev, Allamjonov, Mirziyevlar yoki bo'lmasa qurol ishlab chiqargan zavodlarga mablag'larni berishyapti. Chunki Kongress biz pul ajratmadi deyapti. Mana Kongressda o'sha nimaga Trampga qarshi chiqyapti ular? Ular hamisha demokratik tamoyillarga amal qilgan o'sha 300 yil, 400 yildan beri konstitutsiyasiga g'ilof ish qilmagan shu nimalar. O'sha Amerikani boshqarayotgan boshqaruv, demokratik davlatdan boshqaruvi. Butun dunyoga o'rnak bo'ladigan odamlar. Bular hamma narsani to'g'ri aytadi. Jurnalistlar ham, o'sha bir sud ekspertizasi ham, boshqasi ham ular to'g'ri ma'lumotni oladi. Nimaga Trampni bunchalik yomon ko'ryapti? Sionistlarga va Amerikaning yuzini yerga qaratdi deyapti. Demak, mablag'ni qayerdandir olib, o'sha Mirziyevga o'xshagan landavurlardan olib urushga tikyapti. Quloqga siz meni do'stimsiz desa, bizni mablag'lar, pullarni olib borib beryapti. Mirziyev ham, boshqasi ham, Markaziy Osiyo ham 70 yil, 80 yildan beri o'sha oddiy bir Falastinni himoya qila olmagan arab davlatlari musulmon niqobida, chunki ular musulmon emas. Biz mana O'zbekistonda boshqaruvdagilar o'zbek emas deyapmiz. Arab davlatlaridagi o'sha Salmoni ham, boshqasi ham musulmon emas, onalari yahudi ularda. Juda ko'pchiligi ona tomondan, boshqa tomondan yahud o'sha sionistlarga borib taqaladi. Shuning uchun ham ular arab davlatlarini o'sha shayxlari bo'lgan, boshqalari bo'lgan, qanaqangi bir fahsh ishlarni qilib yuradi. Ular dindan uzoqlashgan odamlar. Lekin xalqning ko'zida o'sha tasbih o'girib, Qur'onni chiroyli o'qib, Qur'onni yoki yondagi o'qitib, o'sha tasbih o'girib yuraveradi ular. Uzun nimani kiyib olib, o'sha ro'molni o'rab olib, arabning niqobida, musulmonning niqobida. Lekin aslida ular din dushmanlari. Ular aslida millat xoin dushmanlar. Mirziyoyev yetakchilik jinoyatida ham o'zbek millatining dushmani.
Musulmonlarning dushmani. Buni isbotladi 10 yildan beri mana Mirziyoyev yetakchi jinoyatida buni isbotladi. 35 yildan beri xalqdan jinoyat yasab kelayotgan generallar, o'sha ichki ishlar, DXX, MXX, o'sha kazzoblar hammasi O'zbekiston ichida nima ishlar bo'lsa qildi. Bularni hech qaysinisi o'zbek emas. Bu generallarni hammasini surishtirib ko'ring. Boshqa millat vakili. Aytyapmiz, o'sha choriy panji shunaqa bo'lsa kerak. O'shundan o'zbeklashtirib, ismlarni o'zbeklashtirib olgan odamlar. Chunki bular O'zbekistonda yo'q qilib, davlatchiligimizni yo'q qilmoqchi. Chunki Markaziy Osiyoda ming yillardan beri davlatchiligimizni saqlab kelayotgan bir millatmiz. Bag'ri kengmiz. Do'stlikka, mehribonlikka, o'sha bir juda bir jafokash xalqmiz. Bag'rimiz keng. Din islom ham bag'ri kenglikka bir asosda qurilgan. Shuning uchun ham biz mehmon do'stligimizdan, biz bag'ri kengligimizdan, biz oliy janobligimizdan o'zbek millatini ular foydalanyapti. Ular xuddi shunday foydalanib bizni iqtisodiy krizisga olib kiryapti, urushlarga jalb qilyapti. Bizning mablag'imizdan o'sha yana o'zimizga qarshi, musulmon diniga qarshi yovuzliklarni, urushlarni boshlayapti. Aziz vatandoshlar, biz agar xalq bo'lib, birlashib, bir siyosiy partiyani tuzib, minbarda o'sha o'zim senatda vakillarimiz bo'lib, bu narsani yakka hokimlikni ag'darib, yo'q qilib, qachonki bir iqtidorga o'zimiz kelmagunimizcha bular bo'laveradi. Bizga hech qaysi bir davlat yordam bermaydi. Hech qaysi bir davlat chetdan turib bizni ichki siyosatimizga aralasha olmaydi. Haligi ham yuridik tomondan, ham ma'nan, ham tomondan haqqi yo'q buni aralashishga. Buni faqat biz o'zimiz qilishimiz kerak. 38 million 40 millionga yaqinlashib qoldik. 38 million sof o'zbek bo'lsak agar, o'sha mana statistikalarga qarang, 750 ming rus bor ekan ichimizda. 750 ming, 1 million emas. Lekin xalqimiz aynan o'risqul. 1 millionga yaqin tojiklar bor ekan. Aynan forsiz unsurlari, o'sha greklar bormi, karislar bormi, hammasi uyushib olgan. Daxshan qarmaqlardan tarqalib ketganlar bormi? Bular ta'limimizni ham, sog'liqni saqlashni ham, mudofaani ham yeb tugatdi. Xalqni faqat jarimalarga joriy qilib, jarimalar bilan qonni ichyapti. Na elektr energiya ta'minotda, na gaz ta'minotda, na suv ta'minotda hech narsa qolmadi. Elektr energiya ta'minotidan 0, gaz ta'minotidan 0, suv ta'minoti 0. Orollar quridi. O'sha fosil unsurlarning yetakchilari shu 6 million paxta beramiz deb orollarimizni quritdi. Buni nimaga qachon bir anglaymiz, qachon bir buni tushunamiz. Demak, bundoq bo'lgan ekan deymiz. Tariximizni yozayotganlar ham shular, shularning farzandlari o'sha 150 yildan beri o'sha bizni qonimizni ichib kelayotgan Turk Turon, Turkistonga bir ashaddiy dushman bo'lgan, o'zini dushman deb biladiganlar tariximizni yozyapti. Soxta tariximizni yozyapti. Biz o'zimiz shu tariximizni o'zimiz ochishimiz kerak, o'zimiz yozishimiz kerak, o'zimiz belgilashimiz kerak. Biz o'zligimizni o'zimiz anglashimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat aziz vatandoshlar. Siyosiy partiyani tuzilishiga hozir harakatlar boshlanyapti. Bizni kuzatib boring, ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube kanallariga bu chiqishlarimizni qo'yamiz. Albatta like bosib, hech bo'lmasa Xaloskor Xalq partiyasiga omad degan so'zni yozib qo'ying. Bu ko'proq tarqalsin. Mana men oldingi safar video qo'yuvdim, hali bir 100 ta odam ko'rgani yo'q. Chunki butunlay ijtimoiy tarmoqni chirmab, yo'q qilib katta pullar bilan mablag'larni berib YouTube kanallarini bekitib tashlashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqa sohalari bor, boshqa tarmoqlari bor, Telegram tarmoqlarimiz bor. O'sha ulashing, bir-biringizga yetkazing bu narsani. Biz faqat bir xalq bo'lib, xuddi mana shu Eron singari, Eron davlati qanday qildi? Avval atrofidagi dushmanlarini o'ziga, atrofidagi dushmanlarni yo'q qilib oldi. Biz ham xuddi shunday qilishimiz kerak. Biz atrofimizdagi o'zimizga haligi hukumatparast, boshqa bir hali blogerlar, boshqalar birinchi o'rinda biz o'shalarni yo'q qilishimiz kerak. O'shalarni ijtimoiy tarmoqda tarqatayotgan ma'lumotlarni boykot qilishimiz kerak. O'shalarga like bosib, o'sha nima deydi? Dislike bosib o'shalarni yo'q qilishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqda. Ularning chiqishlarini qoralashimiz kerak. Ularga o'sha o'zimizni haqiqiy fikrimizni bildirishimiz kerak.
Ana o'shandagina bizga hujum qiladigan o'sha hukumatparast o'sha bir nimalar kamroq bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat.